Assalomu alaykum hammaga. Bugungi raskladimiz u va men bir-birimiz haqimizdagi o'ylarimiz, xayollarimiz, fikrimiz haqida bo'ladi. Ikkita variant bo'ladi. Bittasi u inson uchun, bittasi siz uchun bo'ladi. Nima bo'lgan, nima bo'lyapti va nima bo'ladi degan savollar beriladi. Tayyor bo'lsangiz boshladik. U va siz o'rtangizda nimalar bo'lyapti, nimalar bo'lgan, nimalar bo'ladi. Aqlingizdagi inson bu videoni qaysi paytda ochishingizdan qat'iy nazar, qaysi paytda qo'yilishidan qat'iy nazar siz ochgan vaqtga amal qiladi. Qaysi vaqtda ochganingizni aloqasi yo'q. Videoni qaysi paytda qo'yilganini. Umuman olganda hamma qo'yilgan videolarimda yaqindan beri endi aytishni boshladim. Hamma videoda qaysi paytda sizga chiqqan bo'lishidan qat'iy nazar o'sha siz ko'rgan vaqtga amal qiladi. U eski oldin qo'yilgan video bo'lsa ham. U inson va sizni sevgan insoningiz va sizni o'rtangizdagi munosabatlar haqida. Nima bo'lgan u inson bilan? Siz nima bo'lyapti u inson bilan? Siz bilan nima bo'ladi u inson bilan va siz bilan? Agar qo'shimcha karta qo'yish talab qilinsa, vaziyatga qarab qo'yishim mumkin. Iloji boricha bitta karta bilan ochishga harakat qilaman. Xo'p, u inson bilan nima bo'lgan? Munosabatlaringizda, o'rtalaringizdagi munosabatda nima bo'lgan u inson siz bilan o'zini bir-birlaringni o'rtalaringda o'zini pozitsiyasini ushlashga harakat qilyapti bu inson. Nimadir deb o'zini oqlashga, qanaqadir muammoda o'zini aybdor his qilgan, lekin aybi yo'qligini isbotlashga harakat qilgan o'tmishda, ya'ni nimadir muammo bo'lgan o'rtalaringizda va bu muammoda uni aybi yo'qligini va bu vaziyatda o'zini haqligini isbotlayapti va o'sha pozitsiyasini himoya qilgan. Sizda bo'lsa, u inson siz uchun o'ziga tortadigan qandaydir nimasidir o'ziga tortadigan inson sifatida ko'rasiz. Sevgan insoningizni qanaqadir iliqlik, qandaydir nima desa bo'ladi. U inson nimasi bilandir o'ziga tortadi sizni. Siz bilmaysiz nima uchun bu inson bunchalik bu insonga siz talpinishingizni, intilishingizni siz tushunmaysiz. Balkim bilsangiz kerak, lekin bu hozir общий расклад bo'lgani uchun va ko'pchilik ko'rayotgani uchun bu yerda erkaklar ham bor. Shuning uchun buni ochiq ayta olmayman, lekin bu o'ziga tortadigan erkak sifatida ko'rasiz bu sevgan insoningizni. Agar siz bu raskladni ko'rayotgan inson erkak kishi bo'lsa, nabarot u ayolni o'ziga tortadigan jozibali ayol sifatida ko'rishingizni ko'rsatyapti bu karta. Xo'p, hozirda nima bo'lyapti u bilan? Siz bilan nima bo'lyapti? U bilan
Hozir vaziyatni boshqara olishini tushungan, vaziyatni ya'ni boshqaryapti, hayotiy tajribaga ega insonligini biladi. Va hayotida balkim ko'plab munosabatlar bo'lgan bo'lishi mumkin va bu munosabatlar bu insonni tajriba orttirishiga, hayotiy tajribaga ega bo'lishiga yordam bergan munosabatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu inson любой odam bilan til topishib keta oladi, ko'nglini topa oladi va hozirgi vaziyatni ham boshqara olyapti. Hozirda sizga yo'l tushyapti, qayergadir ketmoqchimisiz yoki munosabatlardan ketmoqchi bo'layotganingiz chiqyapti yoki qayergadir yo'lga chiqmoqchi bo'layotganingiz yoki yo'lga chiqqan bo'lishingiz mumkin yoki munosabatlardan ketmoqchi bo'layotgan bo'lishingiz mumkin hozirgi vaziyatda. Xo'p, kelajakda nima bo'ladi? Xo'p, kelajakda bu inson chiqib ketolmayman deb o'ylagan vaziyatga tushib qoladi. Ya'ni bu vaziyatda yechim ko'ra olmaydi. Munosabatlarda ko'p narsa ortda qolgan, ko'p narsalarni boshdan o'tkazgan, lekin bu inson muammolarni ko'rishni istamayapti, muammolarni hal qilishni istamayapti. Va kimdir bu insonni o'rniga shu muammolarni hal qilib berishini xohlayapti. Ya'ni bu insonni o'rniga kimdir kelsa, shu muammolarni hal qilib bersa yoki bu muammolarni o'zi hal qilishni o'rniga kimdandir yordam kutyapti muammoni hal qilib berishi uchun. Agar o'zi xohlasa, agar o'zida istak bo'lsa, muammoni bemalol hal qiladigan kuchi bor, lekin xohlamayapti. Shu vaziyat o'ziga yoqyapti, shu vaziyatda turibdi, ko'rib turib ko'rmaslikka olyapti, ko'rish uchun ham muammoni yechimini qidirishga hattoki harakat qilmayapti, xohlamayapti harakat qilishni, lekin bu insonni o'rniga kimdir muammoni hal qilib berishiga bo'lgan xohish bor. Xo'p, sizda esa agar siz munosabatlardan ketishni o'ylagan bo'lsangiz, balkim munosabatlardan ketgan bo'lsangiz, o'zingiz ustingizda ishlaysiz yoki qanaqadir o'zingiz yoqtirgan nima bilandir shug'ullanishni boshlaysiz, balkim qanaqadir ishda ishlayotgan bo'lsangiz, o'zingizni o'sha ish bilan band qilishga harakat qilasiz, bu munosabatdan chiqish uchun kelajakda. Yoki ishlagani qayergadir ketishingiz mumkin. Yoki ishxonada qaysidir ish bilan o'zingizni band qilib bu insondan o'zingizni chalg'itishga harakat qilayotganingiz chiqyapti munosabatlarda kelajakda. Bu mavzudagi raskladimiz mana shulardan iborat edi. Kommentariyaga Telegram kanalimiz silkasini qoldiraman. Kanalga obuna bo'ling. U yerda bepul savol-javoblar bo'lib o'tadi. Bo'sh vaqtlarimda jonli efir qilaman. Keyingi videoda ko'rishguncha